kompyuterda provodnikni oddiydan mana bunaqa chiroyli ko'rinishdagi blurni provodnikka o'zgartirishni hozir ko'rsaman. Buni o'rnatish va o'chirish juda ham oson. Provodnikni chiroyli qilib o'zgartirish uchun Telegramda mana bu fayl bor, ya'ni Realize x64 degan zip faylni yuklab olishingiz kerak va uni arxivdan chiqarib olamiz. Arxivdan chiqarganimizdan keyin buning ichida papka bor, ya'ni Realize degan papkadagi 4 ta faylni nusxalab olishimiz kerak, ya'ni kopiya qilib olamiz. Kopировать da bosib, C diskda Program Filesni o'ziga kiramiz. Program Filesga kirib, mana shu yerni o'ziga shu fayllarni вставить qilamiz. Va bu yerda galочкani qo'yib, продолжительni bosamiz. 4 ta fayl ham tushib bo'lgandan keyin bu yerda Register degan bo'limga kiramiz, pluginga. Va bu yerdan запустить degan yozuv chiqadi, запустitni bosamiz. Va ekranda обработчик komandani .net degan yozuv chiqadi. Bu yerdan dani bosamiz. Bu yerda sizda ko'rinmasligi mumkin. Mana успешно выполнено registrdan ro'yxatdan o'tdi va OK ni bosishimiz bilan bizda provodnikimiz chiroyli ko'rinishga o'zgaradi o'rtoqlar. Mana. Siz ham bemalol foydalanishingiz mumkin. Oddiy ko'rinish o'tkazish xuddi o'shani teskarchasi bo'ladi. C diskka kiramiz, Program Files va mana bu yerda uninstall, ya'ni o'chirish degan pluginni o'rnatamiz. Ya'ni o'chirishni bosamiz. Bu yerda da degan yozuv chiqadi, .net degan o'shanda dani bosamiz va успешно OK ni bossak, ozgina vaqtdan so'ng provodnikimiz o'sha eski holatiga qaytadi. Va Program Filesga kirib, o'sha o'zini eski fayllarni o'chirib tashlasangiz bo'ladi. Delete ni bosib, faqat ehtiyot bo'lamiz, buni ortiqcha papkalarga tegmasligimiz kerak. Va bu yerda galочкani qo'yib, продолжить ni bosamiz va bo'ldi. Provodnikimiz oldingi holatiga qaytadi.